Abdulaziz Hakimovich, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulaziz, yoshim 21da. Ko'rib turgandan xursandman sizlarni. Yaqinda bilib qoldim, shunaqa fobiya bor ekan menda. Jamoat joylarida yoki qaysidir domlar orasida qo'limdagi zachka qog'ozi qaysidir axlat tashlab olmas ekanman-da. Bormi shunaqa odamni ko'tarib yuramiz o'rnidan qidirib. Biz o'zimizni juda ham madaniyatlimiz deb o'ylaymiz, lekin aslida biz qo'rqoqmiz. Rostdan, men o'ylayman qachondir ichimdagi hamma duxni yig'aman-da, bitta zachka qog'ozni qaysidir dom orasida tashlayman. Qattandir bitta mahalla faol paydo bo'lib qoladi-da. Tarbiyasiz. Sen bu yoqqa kelingizlar har kuni. Sen bilasanmi? Bu yoqlarni sani onangdan yosh katta ayol qanaqa qiynalib tozalashini? Rostdan ham, sal nariroqqa qarasam bitta buvi 80 yoshda, ikkita qo'llari yo'qligi uchun muslarni oyog'ida yig'ib, oyoqlarini endi ikkita qo'li yo'q-ku, oyoqlarini orasiga qisib, o'rniga sakrab solayotgan bo'ladi-da. Vijdonim qiynalib, uzr amaki, kechiring, hozir olaman desam, to'xta, qo'llaringni orqaga qilib ko'zing bilan ol, kim oladi yo shu kunani. O'zi fobiyalar ta'sirida samotsenkam juda ham past. Ya'ni o'zimga bo'lgan ishonchim. Buni qayerdan bilding deyishingiz mumkin. Mana hozir ham samotsenka deganni tushunmadinglar deb o'yladim. O'zimga bo'lgan ishonchim. Ish qilib, yaqinda milliy taomlarda ovqatlanyapman. Ovqatdan qil chiqdi-da. Uydagi ovqatdan qil chiqsa normal, kimga ham jalba qilasiz. Lekin 80 million qozonkopdan qil chiqsa tortishgan yaxshi. Afsan chaqirdim-da, aka menga menejer chaqirib yuboring desam, "Yo'q, laba aka, men o'zim hal qilaman" dedi. "Yo'q, men sizga aytmayman, menejer chaqiring, menejer bilan gaplashaman" desam, "Yo'q, menga ayting, hammasini o'zim hal qilaman" dedi. Qarab, sizni sevaman. Ko'rdingizmi aka, tayyormisiz, boring chaqiring menejerni. 5 daqiqadan keyin boshqa ofisant fartugini yechib do'ppisini qo'yib keldi, menejerman deb. Men aytdim, vilkada ko'rsatyapman-da qilla. Aka, ovqatdan qil chiqdi desam, bu qozonkop molli go'shtdan-da. Logichna, o'sha mol qachondir tirikligida niyat qilganda, kiprigi uchun burniga tushgan, niyat qilib endi puflayman degan skvoznak ichiga yuborgan bo'lishi mumkin. Buni ehtimoli juda ham qiyin. Samotsenkalar past bo'lishini sabablarini o'rganib chiqdim. Odatda bu ba'zi hollarda kenja farzand bo'lishdan ham bo'lishi mumkin. Men kenja farzandman. Akam borda, akasi borlar hozir yaxshi tushunish mumkin. Qishloqda katta bo'lganmiz, uydagilar hamma ishni akamga qildirishardi. Akam ishlarda yoshligidan men umuman ishlamaganman. Akam dalaga borardi, akam mol boqardi, ba'zi joniga tegib ketardi. Ukamga ham aytinglar, ukam nimadir ish qilsin desa, onam aytardi, ukang hali yosh, qila olmaydi. Ukang hali yosh, qila olmaydi, ukang hali yosh, qila olmaydi deb yillar o'tdi. Qaysidir payt prosta darmayt bo'lib qoldim-da. Hozir oiladagi o'rnim uchun kurashishni boshlaganman-da. Onam akamga nimadir ish aytsalar, "Ona, men ham katta erkak bo'lib qoldim. Endi men ham qila olaman bu ishni" desam, "Sen cho'ta hali ham tayyor emassan-da. Asadbek o'zing olib yuror zubachkani." Dadam aytadilar ba'zida, "Qaranglar bolalar, men hozir ishga ketyapman. Asadbek sen ishga borib kelganda, dalaga borib, dalani sug'or, keyin mollarni bitta aylantirib kelib, tovuqlar yangi jo'ja ochgan, o'shalarga katta qurib qo'y, xo'pmi?" Dada, men nima qilay desam, "Sen devor ushlab tur, yiqilib ketmasin, qara." Ana kuni prosta ish topib yuramandilar-da. "Dada, men nima qilay?" deganimda, "Akang mollarga suv beradi, qarab tur. Mollar yo'talsa, akangga aytasan, doktor chaqiradi." Yana bolaning samotsenkasi past bo'lib ulg'ayishida yoshlikdagi qilingan noto'g'ri manipulyatsiyalar ham ta'sirini o'tkazadi. Misol uchun qanaqa? Yoshlikda meni va men tengi bolalarni juda ham oson manipulyatsiya qilishganda, akam bilan har kun soyga cho'milgani boramiz. Akam randomli, prosta qo'li tegib ketgan yo ko'rib qolgan bolasini ko'rsatdi-da, "Ani bilan ushlaysanmi?" deydi. "Yo'q" desam, "Qo'rqasanmi?" "Yo'q" desam, "Srazi, Jasur, ukam sendan qo'rqmas ekan." Naryoqda Jasur og'aynilarim, "Abdulazizdan qo'rqasanmi?" "Siz Jasur ham yo'q ekan ishlar." Shu payt oramizda bitta katta ko'rgilarni ko'rib yurgan brat, Jasur bilan ikkovimiz o'rtaga qo'lni tiqib "Fiqh" derdi. Shunaqa urishardik Jasur bilan. Bir-birimizni yoqamizdan ushlab olib, "Nima mendan qo'rqmaysan?" desam, u ham bilmasam. "Qo'rq." "Yo'q, qo'rqmayman." Jasur urib, abjag'im chiqazib qo'ygandan keyin soy bo'yida yig'lab o'tirsam, akam kelib, "Kechir uka.
Mendan o'tdi demaganda nimaga yig'layapsan dedi. Bilmasam. Qiz bo'lamisan? Yo'q, yig'lama unda. И все. Yig'lamasin. Yaqinda Galut kinosini ko'ryapman-da. Bitta o'smir bola uydan otasini pullarini o'g'irlab chiqib, borib kazinoda yutqizdi-da. Qaytib kelib xonasida yig'lab o'tiribdi. Otasi buni bilib qolgan. "Jack, sen bilan gaplashib olishimiz kerak" desa, "Dada, hozir o'zimni yomon his qilyapman" desa, "Mayli, unda bu suhbatni keyinroqqa qoldiramiz." Men yoshligimda bir marta magazindan qaytishda zdachini urib qolganman. Dadam shunaqa urganlar, esimda yo'q hozir qancha urib qolganim. Hozir Toshkentda yashayapman. Toshkentda g'alati narsalar ko'p. Misol uchun, o'zingiz ishingiz bilan qatgadir shoshilib ketaverasizda, birdaniga yo'lingizdan ikkita ozg'in bola paydo bo'lib qoladi-da. Mehribon bir minutga mumkinmi? Endi hammamiz ham erkak kishimiz-ku, har xil situatsiyalar bo'lishi mumkin. Kelajakda ahli ayolimizni himoya qilishimiz kerak-da. Xo'p, bir kuchimizni sinab ko'ramizmi deydi. Sizlar bilanmi desam, yo'q. Mana bu apparatda ursangiz necha urganingizni ko'rsatadi. Wow. Mashina ikkitasi bo'lmaganda hayotim ostin-ustin bo'lib ketardi-da. Tasavvur qilinglar, rostdan ham kelajakda ketyapman ahli ayolim bilan. Qaysidir ikkita barzangi turtilib ketdimda urush boshlandi. Qanaqa qilib urushaman, udarimni nechiligini bilmayman-ku. Chet elda marketorglar geniyda, reklamalar juda ham zo'r. Misol uchun tasavvur qilinglar, qaysidir tovuq oyoqchalari pishiradigan fast food reklamasi qanaqa bo'lishi mumkin? Bitta bahaybat, katta qo'rqinchli ajdarho tog'lar orasidan uchib keladi. Yerga gursh tutib qo'nadi-da, yerdan chang ko'tariladi. Bitta brat sixga uzun qilib tovuq oyoqchalarini terib olgan. Ajdarxoni og'ziga tutadi. Ajdarho olov purkab stripslarni pishiradi, tovuq oyoqchalarini pishiradi. Ekran qorayib yozuv chiqadi. Ajdar olovida toblangan tovuq oyoqchalari faqat bizda. Wow. Mana bu reklamada. Bizda ham katta brendlar bor, ularda katta pul bor. Lekin aylanib kelib o'zimiz marketorlardan qo'lga tushib qolyapti-da bu. Bizda qanaqa? Bizda reklamalar qanaqa? Bizdagi reklamalar aytaylik, ajdarho tog'lar orasidan uchib keldi, bahaybat katta qo'rqinchli ajdarho yerga qo'ndi, gurs chang ko'tarildi. Ajdarho, men o'zimni qulay his qilyapman. Taksi chaqirgan paytim iloji boricha komfort tarafda yurishga harakat qilaman. Chunki start tarafidagi shofyor men ham odam olish huquqiga egaman deb o'ylab qoladi-da. Ana kuni prosta taqdir tasodif bilan yoki pulim yo'q edi. Start tarafida chaqirdim-da. Ketyapmiz yo'ldan bitta yo'lovchi chiqib qoldi-da. Men o'zi mijozman, o'tiribman mashinada. Haydovchi brat, ukam shuni ham olaylik, yo'lda ekan-a, savob bo'ladi. To'xta bo'ldi o'zi. Uni brat ham chiqib mashinaga o'tirib bo'ldi. Men prosta uspet qilmoq qoldim. Aytdim akaga, "Yo'q, kanishni, rozi emasman. Agar buni bo'lishimligim yo'ldan taksi to'xtatardim. Men siz zakaz qildim" desam, qarab, "Ukam, buni bo'lmalaringni." Shunaqa kuchanda mashina zavod bo'lib ozgina yurdi-da. Bu hozir YouTube'ga syomka bo'layotgan konsert, ota-onam ko'rishadi baribir. Men sigaret chekmayman. Va chekishga qarshiman. Sog'lom hayot zo'r. Og'aynilarim sigaret chekadi-da. E'tibor berib qoldim, sigaretni qo'noq yuz bilan chekib bo'lmasagina. Hammamiz kulishib gaplashib o'tiramiz-da. Yoshlikda kimdir yiqilib tushgani, kimdir ochiq vartaga gol urolmagani, kimdir buvi so'lib qolgan shunaqa voqealar. Bir payt bittasi sigaret oladi-da, hammaga tarqatib chiqadi-da. Keyin jajalkani olib yoqib chiqadi. Hozir kulib turgan bola birdaniga seryozni bo'lib oshqozon operatsiya qildirishim kerak. Desa narginisi, ma'naga rejam borish kerak. Desa uchinchisi, qara, yonib ketdi, sigaret tegdimi aytingga. Tatuirovkalarga ham qarshiman. Tatuirovkalar chizdirishga ham qarshiman. Sog'lom badan ham zo'r. Yaqinda bitta aka bilan ko'rishib qoldim. Badaniga ko'p tatuirovkalar chizdirganda,
Men ko'rgan joyda bo'sh joy yo'q edi. So'rayman-da, aka bular qanaqadir ma'nosi bormi yo prosta chizdirganmisiz desam, ukam quruqdan quruqqa badanni qiynamaymiz-ku dedi. Hammasinin o'zining ma'nosi bor, o'zining istoriyasi bor dedi. Xo'p, mana bu bilagingizdagi bir raqami nimani bildiradi desam, men doim birinchi raqamli inson bo'lganman. Mantiq juda ham zo'r. Mana bir pastida gul nimaga chizilgan desam, hovlimizga ko'p ekardik shunaqa guldan. Qachondir men ham chizsa prikolga bilagimga skorotka chizdiraman-da, akan oldiga borib kecha tuxum qovurdim. Zalda qanaqadir munosabatda bo'lib keyin ayrilganlar bormi? Ajraganlar. Sizlar uchun juda ham tanish mavzu. Yigit bilan qiz ayrilayotganda juda ham yaxshi tilaklar bilan bir-biri bilan yaxshigina vidolashar ekan, kinolarda bo'lar ekan. Yigit aytadi, misol uchun, "Endi sen bilan qaytib ko'rishmaymiz, Zebo" desa, Zebo ham "Bu oxirgisimi? Mayli, unda baxtli bo'ling. Siz mendan yaxshiroqqa loyiqsiz" desa, yigit ham ichida "Bilaman. Sen ham baxtli bo'l, endi qaytib ko'rishmaymiz." Shu bir-biriga baxtlar tilab xayrlashadi-da, lekin o'ylab ko'rilsa, ikkalasi ham har xil vaziyatlarda baxtli bo'ladi. Misol uchun, qizi hayotida bundan bir oydan keyin, bir haftadan keyin uje bordir, bitta brat paydo bo'ladi boshqa. U bilan prosta baxtli bo'ladi-da, sobiq yigit bilan umuman ishi yo'q. Prosta baxtli. Yigitlar navorot. Qizi hayot qanchalik zulmatga botirsa, shunchalik maza qilib boraveradi-da. Agar Xudo ko'rsatmasin qiz sog'indim deb yozib qolsa bor-ku, vsyo xayolida mard o'g'lon davlat mukofotini oldi-da. Itlardan ham qo'rqaman. Itlardan ham qo'rqaman. Shunaqa fobiyam bor. Itlardan ham qo'rqaman. Mahallada ketaveraman, qishloqda yashayman. Mahallada ketaveraman-da, yo'l o'rtasida bilsanglar, itlar yo'l o'rtasida va oftobda yotishni yaxshi ko'radi-ku. It yotgan bo'lsa va shu atrofda egasi ham bo'lsa, egasidan so'rab qo'yaman. "Aka, itingiz indaydimi?" Egasi ham "Yo'q, indamaydi, o'tiring." Aka menga so'z berdi, lekin men itvachi buni tushunmadi-ku. Rostdan. Как будто it endi tishlamoqchi edi-da, aka indamaydi degan aka it "Abet atmen." Hozir men tashlasam egan nima degan odam bo'ladi hozir? Itdan qo'rqishimga sabab bor, bu fobiya o'zidan o'zi shakllanmagan. Yoshligimda meni it tishlab olgan. It tishlab olgan, uydagilar bilishmagan daji. Chunki bundoq qaraganda bilinadigan emasdi. No ko'rinmasdi. It tishlab olganda, mana bunaqa bo'lgan. It juda ham haybatli keladi oldingizga. Prям yeb qo'yadiganiga o'xshab keladi-da. Bitta tishlab qochib ketganda, men o'zimni senga uylanaman deb aldab tashlab ketilgan qizdek his qilganman. Rostdan, как будто anaqa bo'lganda, it endi haybatli katta edi-da, endi meni bo'yim kichkina edi, cherishur. It kelyapti, vav kelyapti-da, g'ars tishlab, qayta mahallamda ko'rmaysan degandaqa. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, itdan qo'rqadigan insonlarda xotira juda ham yaxshi shakllanadi. Misol uchun men ham kalimani shu yoqda yodlaganman. Buguncha mana shular, hammaga rahmat.